Assalomu alaykum hammaga. Sizlardan Karol Pester jigarlar. Videomizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz Real Madrid tarkibini tuzish bo'ladi va gameplay qilamiz. Ajoyib gameplaydan keyin videoni ko'rasizlar. Xo'p, birinchi Real Madridni tanlab olamiz. Real Madridni logolari ham o'zgarsa bo'ladi. Futbolda litsenziya sotilmaganda sotilmagan. Bellinghamni qo'yamiz markazga. Hujum ortida Carvajal bo'ladi. Himoya Valverde, yarim himoyaga Vinicius albatta hujumda bo'ladi. Asensioni qo'yamiz. Asensio yaxshi zo'r futbolchi. Ortiga albatta shubhasiz Thibaut Courtois. Xo'p, qanotlarga keladigan bo'lsak, Rodrigoga qanotda undan zo'r yo'q. Umuman shubhasiz Mbappe, ya'ni Mbappega umuman Mbappening joyini egallaydigan futbolchi yo'q. Militao esa o'z joyida. Xo'p, bu tomonga kimni qo'yamiz? Albatta Carreras. Markazga kimni qo'ysak bo'ladi? Markazga Arda bu yoqda bo'la qolsin. Yaxshi, unda Ceballos himoyaga. Chouameni ham, Rudiger, Dinhausen himoyada, Mastantuono ham bor. Valverdening boshqa kartasi bor bo'ladi. Lekin shuni bilaman, Eden Hazard Real Madridda omadsiz yurishini o'tkazgan. To'g'ri. Jarohat olib, o'rniga Vini chiqqan, Vini keyin o'yinni yondirib tashlagan. U to'satdan paydo bo'ldi, yosh futbolchi qanday qilib birdan asosiy tarkibga tushishi mumkin degan savollar qiynagan o'sha payt. Ronaldo ham bor. Qo'shib qo'yaylik Ronaldo ham. Unda tarkib yaxshi. Unda menejerni Realni yoqtirgan menejer. Playmaker vazifasini bilmaydi. Arda deb creative playmaker emasga Arda bu hold player diyor. Hold player gol ko'pchi. Bitta saqlamamizda mana bu Viniciusni markazda o'ynaydi ko'proq bu kartasi. Mana bu kartasi lekin zo'r. Unisizlar. Profil. Da biz boshladik. Nima o'ynab ko'ramiz? Xo'p. Event o'ynaylik, oddiy event yaxshiroqda. Qanday Sonya nosibroq o'ynaylikchi. Bizni yutollarmikan, aqliga emas lekin. Yaponlar ligasi. Bu nima tarkib? Mana to'g'rilab oldik.
kettiklarga qilib bosamiz. Unda videoga like bosib bo'lib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Jeff United Chiba. Bu qanday komanda bilmadim, yaponlar. Tarkibini ko'radigan darajada emasda. O'yin uchun. Taxminiy hisobim shu 5 o'rnida. Hello everybody and welcome to today's match. Futbolchilarning rahmi. Nima bo'lar ekan? Mbappe, Valverde, ya to'g'ri. Militao hujumga. Rodrigo, Cristiano Ronaldo bermoqda. Carvajal, Marquinhos, Silva. Yo'q, Rodrigo. Mana bugün qanday bo'ldi? Kimga qo'yilgan Militao ikkinchi o'yinchi. Digan paytda Militao o'ynadi. Asensio. Jason Ramos. Yo, kuat man. Asensio. Valverde. Carreras, Viniciusga to'g'ri bo'ldi. Vinicius. Japanotda u undan zo'r Japanotda. Birinchisi deb aytaman, lekin o'tolmadi. Nechta? Negadir g'alati bo'ldi. Qo'y ishlayapti. Wi-Fi ishlamasa haqiqat og'irroq bo'lib qoladi futbolchilar. Joystick. Ya olib qoldi. Yaxshi gol. Hisobni qisqartirmoqda. Bu nazorati ular o'zgarmoqda. Vinicius to'pni olib turgan holatda. Bellingacha to'pni yaratib turgan. Oy, bu qarorda tutilmaganda yana bir gol bo'ldi. So'rchi qoladi. Bu yani Mbappe şu bütün faullarda şey olabilir. Bu yılın çabuk olacak uzun olmasına. Ya şu kutu aşağıya. Kutu aşağıya. Tamam. Tas ajoyib zarba yaxshi. Lekin baribir ketarkan. Kutu tegib qo'yib baribir. Rodrigo chap qanotda zo'r o'ynadi. Chap qanotda ham zo'r o'ynadi, o'ng qanotda ham bu Diallo. Bellingham zarbani noto'g'ri yo'lladi, lekin Rodrigoning passiga o'ydi. Bu oldi degani aslida uni ham qiladi. Lekin qulay edi. Gol berilgan. Vinicius qachonda kilavota asaytmaydi. Asaytmaymiz. Wow, ricachette after the good
Arda Güler çünkü lekin zo'r tepgandi Arda Güler. Zarbasi zo'r edi. Mbappe pas Arda. Bunaqa zarbalarni berib. Mbappe pas. Ha, darvozabon qaytarish ham mumkin ekan. Kutaman degan qayerda. Ha, kuzim zo'rku. Alberto. İşte şey kötü adam. Rodrigo. Bellingham kötü bakıyordu. Uçağıya. Bu kadar bakalım. Rodrigo olayı. Yok. Rodrigo, sal pasó Cristina también. Zo'r bo'ldi. Buni qarang. Ha, biroz himoyachi xalaqit bergan ekan menga. Hozirdan davom etib qavatga to'pni olib qo'ydi. Atabilir. To'pni tutib. Darvozdan qayt. Garras. Olib qo'ygan edi to'pni, oldirib qo'ygan. Arda. Hintlar qilib tashladi. Ammo foydasi bo'lmadi. Nima ish? Gol kartdan chiqib ketdi. Men achandan Vinicius qora ishchi bo'lib ko'rinadi. Jahon chempionatida uning darajasi yuqori darajada. U shunday o'yin ko'rsatdiki, Braziliya qandaydir ko'rinmadi. Vinicius qilgan ishlari o'rtada qolib ketdi. O'rta maosh olmagan ishchidir. Vinicius bo'lmadi. Qanday ish kerak? Norvegiya baribir yaxshilarcha chiqarib yubordi. Biroz qo'yapti shu sababli. Mashalarni hujumga chorlaymiz. Carvajal to'pni olib qo'ydi, Bellingham. Militao to'pni Kurtuani keldi. Carlos bermadi to'pni berdi. Yo'q, berdi. Shu joyda Chouameni, Camavinga, Ceballos hujumni boshliganga mas'ul Chimona. There will be 1 minute added time. Rudiger qo'lga qo'ydi.
Buning ikkinchi taymda bo'ladi. Bo'lmasa yo'q ekan. Bir ish qilamiz unda. Potalarga bitta ochaveraylik. Potada keldi-yu. Menga Ruiz tushdi, Fabian Ruiz. Buni tushdi darvoza bu. Kubars zo'r. Pas bilan kelganmi? Long range shooting. Kubarsiniki Ispaniyada kecha gol uraydi deb qoldi. Sal qoldi gol bo'lishiga o'sha vaziyat. Tarkibimiz zo'r. Xo'p, jigarlar, sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Keyingi tarkib qanday bo'lsin yozib qoldiring kommentlarga. Siz yoqtirgan komment siz yozgan komment men uchun muhim. Men har bir kommentlarni doim o'qiyman. Sog' bo'ling, videoga like bosing, obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin jigarlar. Ikkita bilganingiz uchun rahmat.